Maşallah, baraka toping. Bu Xudo xohlasa O'zbekistonda ham vistivkalar bo'lsa, olib borasizmi qo'ylaringizni? Любой yerga borasiz. Olib boring, ko'rsating, xalqqa ko'rsataylik. Oh. Namazxona, choyxona. Ha, birodarlar kelsa, Qo'yasizlar, ya. juda ham zo'r. Aka qulog'i necha buni? Buna kecha Cheneda Qozog'iston bolalar 25 chisti ko'rsatdi. 25 sekund. Bo'yi 96. Bismillah. Assalomu alaykum. Bu yangi bitgandan keyin kelganim yo'q aka. Mashallah, juda ham go'zal, juda ham go'zal. Ana. Bu yoq ko'rsatib qo'y, bu yoq namazxona buna. Oh. Namazxona, choyxona. Ha, birodarlar kelsa, Qo'yasizlar, ya. juda ham zo'r. O'tirib choy ichib, ha? Конечно. Juda ham zo'r o'ylabsiz. Hammamizga nasib qilsin shunaqa qilib qo'yxona qilishlar, ha? Bir saroy qurishlar. Mana Assalomu alaykum Arashan suyuvchilar. Mana O'zbekistonlik to'g'anlar Qirg'izistonga kelib, Zamir Baykanning qorosin videoga tartib qo'noq bo'lib keldi. Bu qoroda o'zgacha salmog'i jana tuqumi bilan ayrimalangan qo'ylar bag'lat. Negizgi bölük hozir ko'rib turganingizday, bu qoroda shartlar jo'g'orqi dengilda tuzilgan. Bu qo'y saroyi bushqan kirpishdan solinib, duvallar laq bilan laqtalib, tap-toza ahvolda qarmalgan. Bunday shart qo'ylarning denso'ligi uchun abdan ma'nili. Tozalikda saqtalgan saroyda qo'y tinch bo'ladi, yana yaxshi semiradi. Ababil. Ababil 8 ay. Yo'q, kilishgan qayerlardan topasiz? Biz topolmayapmiz. Qani bu yog'imga bitta topib bering, bitta zo'rg'a kilishga. Ababil. 10 fevralda tug'ilgan. 10 fevralda. Qoyil. O'sibdirmi? Juda o'sibdi. O'sibdi, ancha o'sibdi. Bizda bilinadi-yu bizda. Sirazi 2 oy bo'ldi ko'rmaganimizga 2 oy o'sibdi. 11 ay. Zo'r. Buchi? Sayg'oq. 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 Kalla zo'r bo'lib ketibdi bunday. Maşallah. Sizlar jap. Zıplayın. Apilga qo'yib qo'yasiz ayog'im tagiga. Qurg'oq turadi. Ha, Toza turadi. Toza turadi. Qanchada tozalab tashlaysiz? Bu kirgandan beri tozalamaymiz. Ha, shunday turibdi. Shu asti kirpish siydiga sinib ketadi. O'zi qatirib oladi. Ha, buni videolari bor, tayda toshday. Kirgandan beri buni qancha 2-3 juma вообще hech narsa bo'lgan yo'qmiz. Zo'r. Qurg'oq. Asti kirpish sinib ketadi siydiga. Mana maşallah hammamizga buyursin. Yaqilib zo'r qilib mana bag'da yemxona, o'txonalarni hamma yo'g'ini ichiga qilganda, mana bu yoqqa qarang, mana bu yerlarda yemlari bor. Ha, bu yerda o'txonasi, hamma yo'q ana bu yerda namozxonasi. Mana charchaganlarga maka kelib, mana xo'l ham bo'lmas ekan. Juda o'ylabdi-da. Xo'l ham bo'lmas ekan. Qaranglar, maza qilib tomosha qilib o'tirar ekansizlar. Maşallah hammamizga nasib qilsin shunaqa qilib qo'yxona qilib olish. Juda ham zo'r. Archalar ham aytdi katta to'ppasi. O'shiki kofe bilan nima qilib qo'ymabdi-da. Bitta kofe bilan bo'lichga qilib qo'ymabdi-da, betga. Hamma yo'q bor. Zo'r. Inshaalloh. Bu Buni neni aytding buni zdaniyani, ne deb eding? Buni zdaniyada yemxona, o'txonalar. Yo'q. Nima bu? Bu seyf, aqchaga seyf. O pul. Pul soladigan seyf shunchaki. Cho'pxona bilaman. O'zim kelib olganman-ku ustalarga. Mana bu qaysini bolasi hozir o'quvchi? Titanikni berasi. Titanikni nevarasi. Ha, enesi Sarıözünün kızı, 80'nin neveresi. Enesi. 8 ay. 8 oy. 8 yarım ay. Bitta gap aytaymi? Qo'chqor, mash qo'chqor yo'qdi menga. Mash qo'chqor yo'qdi. Men to'g'risi moshni qo'chqor ekanman. Xudoy buyursa, bu yil выставкалар bo'ladi. Lekindan. Aka olib chiqingda shu qo'chqor bitta ko'raylik. Bo'yi 94. Mana, mana qo'chqor. Bu qo'chqor qonida juda kuchli qon yotibdi hozir. Titanikda, Titanik qayda u? Titanik Baxt hoji deydi, hozir kimda bilmayman. Nimani belni uzun beradi-da. Irg'ochlari yomon belni uzun beradi mana. Mana qo'chqor. 8 oylik. 8 yarım ay. Bu 27-aprelda tug'ilgan. Reyna kenchda tug'ilgan Aybekda. Atası Attila degan. Quloq nechi bunda? 22 plus. Zo'r ekan. 22 plus. Enesi Sarıözünün kızı. Sarıözündü Ramis'ten algan 80 primoy balası. Bunun enesi. Sarıözünün kızı. Ha,
Atası Atilla, Titanik'in balası. Dumbaraz. Atilla ana Rishad Gabazov'tan algan göldük jigitler. Rishad Gabazov'da tuğganda. Klichka bilmadin mi? Ababil. Yo, 8 yarim ay. qo'chqor ideal ekan. Mana menga mana shu qo'chqor yoqdi. O'zbekiston, Qirg'iziston любой выставка boramiz bunda inshaalloh. Olib boriladi. Inshaalloh. Olib boring, kutamiz Ababilda. Inshaalloh. Esingni bo'sh. Mana bu endi Datqada. Mana. Mana Бұл жерде Абабил деген 8 айлық қозы қошқар екен. Биыл Құда қаласа Замрып байке қойларына шул қошқарды қоямын деп жатады. Қазір өзек туғандарға шуны көрсетіп жатады. Өзбекстаннан келіп өзек туғандар атайын шул қороны видео қылып тартып кетішті. Бұл қорода белгілі Датқа деген қой тұрады. Қазір Датқанда Замрып байке алып келіп алып шығып қорадан мына Датқа. Белгілі Датқа. Hazır boğaz eken uzi meni tekşirgende egiz görsetip tur. Hazır qoradan sırt qarab chiqib görsetip tatqan chetida. Бұл клеткада белгілі матқалар тұрады екен. Бұл жерде Франкелдің қызы Степнойдың қызы, жана Белбургтың қызы Холифтың қыздары бұл клеткада сақталады екен. Азиз Замрып байке Өзбекстаннан келген туғандарға шул елді маткаларды таныштырып алады. Бұл маткалар выставкада ең алдыңғы выставкада алып жүрген маткалар екен. Салмақтан, бойдан, эксперттен, барлық жақтан Болдым. болды. Татқаны сыртқа шығып өзек туғандарға барлық Қаны Холифилді береді Датқа жөнінде. Замрып байке сыртқа шығады Датқаны. Бұл жерде қазір қойлардың барын таныштырып алады. Қайсы линиядан Qo'solliq turdi. Франкен линиясынан bo'lgan matqalar shu kletkada saqlanadi. Melburkan bolani yaxshi berar ekan. Hozir Datqani sirtqa olib chiqib o'zek tuyg'anlarga ko'rsatadi hozir. Zamrip aka Datqani qarmadi. Datqani olib chiqing. Butun tarixiy qo'y. Bu inshaalloh tarixda qoladigan qo'y. Tarixda qoladigan qo'yda, tarixiy qo'y. Birinchi tuv inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bu hali tug'magan, ha? Tug'magan aprelda to'y ko'rsa. Bo'g'ozmi? Darlidan bo'lsa. Darlidan. O, yul. Bolasiga kelar ekanmiz endi. O'zi egiz ko'rsatdi buyursa. Bu o'zi egizda. O'zi vроде bo'yni bor. Maşallah. Aka qulog'i nechi buni? Buna kecha Cheneda Qozog'iston bollar 25 chisti ko'rsatdi. 25 chisi ko'rsa. Bo'yi 96. Amir og'a, Aha. Xudo xohlasa O'zbekistonda ham vistivkalar bo'lsa, olib borasizmi qo'ylaringizni? Inshaalloh olib boramiz. Endi bu Xudoy buyursa buni aprelda to'ydi. Если kuzunda bo'lsa, kuzunda olib boramiz, qo'zsin bo'lganda. Qo'ylaringizni o'zbekistonlik muxlislar kutadi. Olib boring, любой yerga boramiz. olib boring, ko'rsating, xalqqa ko'rsataylik seleksiya natijalar. Uni живой ko'rishgan odam keyin baho beradi, to'g'risida. Endi Datqani bari taniydi. Taniydi. Yo'q, biz masalan O'zbekistonda vistivkalarga olib borsangiz, Datqamda kirib borsa, xalq maza qilsa, biz maza qilamiz. To'g'risida, bu arashan haqiqatan zo'r ekan deb tursa, shu yerda olib borasiz biz muxlislar uchun. Mashallah. Endi kuzunda olib boramiz, yazında olib bormayman, qo'zli bo'ladi. Buni ham olib borasiz buni. Buni. Olib boramiz. Mashq qo'chqonlarni Xudo xolasa nasib qilsa olib boradi ekan. Baraka, Zamir og'a. Chorvalaringizga baraka. Yana ham chempion qo'ylar chiqaravering. Xo'p.